Assalomu alaykum sho'pirog'lar. Bu videoda bugün radarlar to'g'risida gaplashamiz. Aniqrog'i Gailanning radarlari to'g'risida, yanada aniqrog'i 3 oyoqli radar to'g'risida gaplashamiz va bu videoda yana bir boshda Instagramga qo'ygan videom bor edi. Ana shu videoni ham muhokama etamiz. Ko'pchilik sho'pirog'lar noto'g'ri tushungan yerlari bor ekan, savollar dim ko'p bo'ldi. 3 oyoqli radarni endilikda Neoline radarlari 500 metrdan topib boshladi degan videomni ko'p odam negativlar ham bo'ldi, har xil savol javoblar ham bo'ldi, ko'p odam tushunganlar ham bo'ldi. Shuni ham sizlarga tushuntirib beraman. Qolaversa, yana bu bugungi videomizda radarlarning nishatib ishlashi to'g'risida ma'lumot berib ketaman. Uni oldin o'zimni tanishtirib o'tayim. Mening ismim Bunyod. 2002-yil, 2003-yildan beri shu sohada yurayman. O'zim qo'limdan kelgancha tushuntirib beraman. 20 yildan beri, 25 yildan beri radarlarni proshivka qilaman, radarlarni remontini qilaman. Ham desa qolaversa Neoline antiradarlarni sotib kelaman. Men hozirgi kungacha sotib kelaman. Xorazmdagi ofitsialniy dilleri hisoblanamiz, Diyor Avtomarket. Xo'sh, endi radarlarga o'tsak, birinchi asosiy aytadigan narsam radarlarni nishatib ishlashi. Aniqrog'i radar detektorni. Radar detektor Gai'ni radarni nishatib topishini azizlar bir qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ko'p odam bilsa ham kerak, ko'p odam bilmaganlar uchun. Radar detektorlar içinde antenna bo'ladi. Masalan, Excite modul 2U5 dedi, patch antennasi bo'ladi. Bu içindeki modulu, mesela içindeki ruperning antenna deb aytamiz. Ruperning antenna, içindeki ruperning antenna ko'chadan kelgan signallarni 100%, 90%'ini o'zine jalb etadi, o'zine kapchaydi. Ko'chadan kelgan har xil signallar bor, Wi-Fi signallari bor, masalan, har xil visokovoltli signallari bor, uning ichida radarning signallari bor, Gai'ning radarlari bor. Har xil ko'chadan kelgan signallarni bu o'zine yutadi va analiz etadi. Analiz etishsa, signaturniy radar deb ham aytamiz bu narsani. Analiz etadidan bu faqat Gai'ning radarini bu ogohlantirib beradi sizlarga. Şurada Gai'nin radarı var, Avtokon, Lachin, ya bo'lmasa Hikvision, multiradar deb sizlere her bir radarning o'zini gersi bo'ladi. Masalan, Tolkien mikro Tolkien'i bo'ladi. K diapazoni aniqrog'i, K diapazon, X diapazon, lazer diapazonlarini ajratib sizlere Gai'nin radarını aytib beradi. Masalan, neçalik urin, neçalik uzoqlikda turganicha size aytib beradi. Qurilma bo'ladi bu narsa. Bildik, qisqacha bo'lsam, ozgina tushunib oldik. Radar detektorlar shunday deb ishlaydi ekan. Ko'chadan kelgan signallarni qolaversa GPS orqali ham radarlarning metkalarini bu miyasini, xotirasini girzilgan bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda 1000 dona deb hisoblasak, 1000 dona Gailanning radarli turadigan stolbadagi radarlar bor, statsionarniy. Shu radarlarning polni bu metrnacha, adashsa 20 metr adashadi. Точный joylarni bu biladi, sizdan yaxshiroq biladi, sizdan точный biladi. Qaysi radar nerdan necha tezlikka, qaysini qarab turganini sizlarga oldindan ogohlantirib turadi. Qolaversa, O'zbekistondagi peshixodlar, avtobusli polosalar to'xtash mumkin bo'lgan joylar bo'ladimi yoki-da postlar bo'ladimi? Hammasini Gailarni jarimaga tortadigan случай, jarimaga tortish uchun sababchi bo'ladigan joylarni bu sizlarga bu qurilma oldindan ogohlantirib turadi. Metrini o'zingiz nastroykadan berib qo'yasiz, xohlasangiz 500 metrdan, xohlasangiz 1 kilometrdan bu sizlarga jarimadan saqlab turadigan narsa, qisqasini aytganda. Bu radarning pulini o'zi topadigan narsa, cho'ntagingizni jarimalardan saqlab turadigan qurilma. Ishlash shunday bo'ladi. Endi Gailanning radarini kelsak, Gailanning radari обычно Doppler qonuni deb aytiladi, Doppler effekti. Dopplerskiy effektga asoslangan bo'ladi. Tezligingizni Gailanning radari tezligingizni, masalan, Doppler effektini asosan K diapazon, X diapazon, har xil chastotadagi signallar orqali sizni tezligingizni aniqlaydi. Masalan, stolbada radar turibdi, siz orqadan kelsangiz ham, oldindan kelsangiz ham sizning tezligingizni bemalol o'zidan to'lqin chiqarib, signal orqali aniqlab sizni jarimaga tortadi. Endi ikkinchi turdagi radarlar ham bor. Hozir yaqinda O'zbekistonga kirib keldi. Avtokon deb aytiladi. Avtokonni to'g'risida yana bir ma'lumot berib o'taman. Endi Avtokonga keldik. Avtokonning ikki xil turi bor. Birinchi turi 2012-yilda O'zbekistonga kirib kelgan bo'lib, bu Rossiyaning Avtouragan degan radari bo'ladi. Rossiya kompaniyasi ishlab chiqaradi. Rossiyada eng global, eng katta kompaniyalardan birisi. Endi bu radarni
O'zbekistonga kirgandan keyin o'zbek muhandislari, o'zbeklar buni avtokon deb nomlashgan. Adını o'zgartirgan, kodini o'zgartirgan. Boshqacha kodda ishini o'tib, boshqacha diapazonda O'zbekiston sharoitini moslashtirib avtokon deb chiqargan. Biz asli avtokon degan radar 2012-yilda O'zbekistonga kirgan bo'ladi. U evveldan bor radar. U narsa O'zbekiston sharoitida polni o'zini 15-20 yildan beri 10 yildan beri o'zini testlardan o'tib keltir, har xil testlardan. Bu radarni Dawno Neoline kompaniyasi signalni topadi. Avtokon deb 3 oyoq radarni O'zbekiston uchun moslashgan variantini 8800X-Scope variantini aynan O'zbekiston uchun Neoline kompaniyasi ishlab chiqarib berib qo'ydi. Qora pachkali 8800 olsanizlar, ma'lumot berib ketaman. O'zida lazer edition degan joy ham bor, hozir ham to'xtalamiz. Qora pachkali 88 olsanizlar, bu aynan O'zbekiston uchun chiqqan bo'ladi. O'zbekistondagi barcha turdagi 99% radarlarni iminli odi bilan topadigan radar 8800 Black bo'ladi. Endi radarlara kelsak, 3 oyoqli radarga kelsak, bizdan hozir global qiziqtirib turgan narsa 3 oyoqli radar bo'ladi. 3 oyoqli radarning ham Indemas degan turi. Indemas degan turi yaqinda kirib keldi O'zbekistonga. Qolaversa Xorazmda 4 tanasi bor, Buxoroda bor. Ishlab turibdi, har xil vaziyatlarda testlatib ishlatib turibdilar. Endi Indemas 3 oyoqli radarni hech qanaqasini radar topmaydi. Dedim mijozlarimiz bor, savollar bor. Doğru, hech qanaqasini radar topmaydi. Endi 3 oyoqli Indemas radarimiz o'zidan hech qanday to'lqin tarqatmaydi degan taxmin. Ko'pchilik shuni taxmin etib turibdi. Может tarqatish ham mumkin. Hali Neoline kompaniyasining injenerlari bu to'g'risida izlanib turibdilar, izlanish olib borib turibdilar. Может o'zidan to'lqin tarqatsa ham birinchilardan bo'lib Neoline kompaniyasi topadi hali. U narsani izlab turibdilar. İkinci taxmin, nima uchun o'zidan to'lqin tarqatmasa, sizni jarimangizni nishatib o'lchaydi, tezligingizni nishatib o'lchaydi degan savol. Ikkinchisi, yana bir dunyoda shunday narsa bor ekan. Bu sun'iy intellektga asoslangan suratlar oladi, sizni tezligingizni, masalan, 30 metrdan 40 metrdan uzoq, 30-40 metrdan sizni surat oladi, rasm oladi. Rasmingizni sun'iy intellektga asoslanib matematikada hisob kitoblarga ko'ra sizning rasmingizdan tezligingizni chiqarib beradidan shu tezligingizga asosan jarimani yozib beradi. Shu ikkinchi taxmin, shu taxmin. Ma'lumot uchun yana bir narsani aytib o'tiraman. 3 oyoqli avtokon degan radar iminli O'zbekistonda o'zbek injenerlari o'ylab topgan radar. Hozircha hech kim uni ichini ochib ko'rmagan. Bu kompaniyadagilar ham ichida nima borligini ham bilmaydi. Görünüşünü üstünü sizlere tariflab beraman. Üstünden qaragan vaqtingizda buni üstünde oq iminin narsasi bor. Oq yoki da qora GPS modul bor, üstünde turadi. Shu modul eski avtokondan ajratib turadi bu narsasi. Bu üstündeki GPS modulu hozir yangi chiqqan Indemas avtokonlarda bu GPS modul nima uchun kerak? Hozir sizlarga buni ham aytib beraman. GPS modul gaylani protokoluna kirzilgan o'zi joylar bor. Masalan, Xorazmda 5, 6, 7 dana mestalar bo'ladigan bo'lsa, GAI sho'rlari qurgan vaqti ashura qo'yilgan haqida ba'zi ma'lumot kirzib ketadi. GPS asosida sho'ra qo'yildi degan ma'lumotni kirzib ketadi. Ana shu qo'yilgan joyda o'zi sizni jarima yozib boshlaydi. Agar GAI boshqa joyga, boshqa mahallaga qo'yib ketsa, u jarima yozgan taqdirda u qaror hisoblanmaydi. Haqiqiy hisoblanmaydi. Qarorni haqiqiy hisoblanishi uchun o'zi joylari bor, shu joylarni qo'yadilar. Jarimadan saqlab turish uchun o'z bazasına allaqachon kirizildi. 3 oyoqli Indemas radarlarining postoyanli turadigan joylari Xorazm bo'yicha hamma joylari qolaversa 1-iyundan keyin o'sha trassadagi 3 oyoqli radarlar turadigan joylari o'sha buni bazasida bor. Polni o'zingiz Wi-Fi orqali obnovit etib olsangiz bo'ladi. Eğer Wi-Fi siz radar ishlatadigan bo'lsangizlar, bizga yana kelsangiz, chiroylatib bazasini obnovit etib, hech qanday proshivka yo'q bu yerda. Proshivkali, ofitsional proshivka chiqmadi. Tez orada chiqadi lekin. Chiqsa, men sizlarga o'zim xabar etaman. Bazasini bir yangilab bersangiz, o'sha sizni radaringiz ham polni 3 oyoqli radarlarning turadigan joylarini oldindan ogohlantirib turadi. Avvalambor sizni jarimalardan o'zingiz saqlaysiz, ehtiyot bo'lib turish kerak yo'llarda. Qolaversa bu narsa ham yordam berib turadi saqlashingizga. Yo'lda ehtiyot bo'lib yurimiz, yo'l qoidalarini amal etamiz. Endi ikkinchi tomoni ham bor. Ikkinchi tomoni
3 ayaklı radar eldinde 2 tane infrakrasniy özüne e'tibor bergan bo'lsangizlar, infrakrasniy lampasi bor. Lampa deymizmi, göz deymizmi? Qarang, hozirgi современный radarlarda hammasida infrakrasniy bo'ladi. Sababi, masalan, qorong'i payti bo'lishi mumkin, tuman bo'lishi mumkin, yomg'ir bo'lishi mumkin. Shu vaqtlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, radara tushgan bo'lsangiz, radarni shunday chiroylatib sizga rasm beradilar. Yangi rasmini hatto iPhone 17 kamerasi ham mudatib rasmga tushirib berib bilmaydi qorong'ida. Lekin 3 oyoqli indamas radarimiz uni sizga полный chiroylatib rasmga tushirishning sababi unda infrakrasniy nur tarqatadigan joyi bor ikkita. Ana shu infrakrasniysidan уже antiradarlar toza pрошивка orqali bu radarni 50 metr, 100 metr, 150 metrgacha infrakrasniysidan topib boshlagan. Bu pрошивкamiz уже aprel oyida chiqqan, 8-apreldan rasman chiqqan. Hozirgi 88:00 da официальный Avtokon Laser Edition pрошивкасы bilan yozib chiqib boshladi. Maslahat beraman 88:00 radar sotib olishni 88:00larimiz именно O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan. O'zbekistondagi hamma radarlarning donishidan tashqari hozirgi 3 oyoqli indamas deb nom qozongan radardan полный topib beradi sizlarga. Faqat oldindan topadi, 50 metr, 100 metrdan topadi. Arkadan topmaydi. Shu minuslar hep shu o'rinda. Arkadan topish uchun bazasini yangilatib olishingiz kerak. Bo'lgani, bazasini yangilatsangiz, sizni radar oldindan ham arkadan ham 500 metrdan полный. Shunda zasadada aytib ogohlantirib turadi. Radar shu yerda bo'lsa ham, bo'lmasa ham ogohlantirib o'tib ketadi. Bu ham sizga bir plyus tarafi. Sababi o'zingiz shu yerda radar bo'lishini, radar durishini bilishingiz mumkin. Lekin farzandingiz bilib ketadi mashina yoki bir toza yo'lga chiqqan mehmonlar bo'lishi mumkin shahrimizda. Ko'p odam bilmaydi-ku nerda nima borligini. Bu radarimiz oldindan ogohlantirib turgan sababli sizga полный 3 oyoqli radarlarning hammasini informatsiyasini berib turadi. Ana shu qisqacha sizlarga berajak informatsiyam edi. Qolaversa, yana bir radarni ham eslatib o'tib ketaman o'rnida. Bu radarning adi Holoways deb aytiladi. Holoways degan radar O'zbekistonga rasman qo'yilishni boshladi, trassalardan qo'yilishni boshladi. Hozir O'zbekiston sharoitida eksperiment qilinib turibdi. Xorazm ham 2 danasi qo'yildi. Yodlaringizda tursin, bu bazalari pastda kommentariyada yozib o'tib ketaman, nerda turganlarini. Yana eng qiziqini aytaman, bir sonada uni ham xabar. Bu Holoways degan yangi chiqqan radarning Neoline kompaniyasi allaqachon signalni topgan. Holoways radarlarini 88:00larimiz полный topib berib turibdi signalidan. Bu degani ham signalidan topadi, ham GPS baza orqali ham полный topib beradi. Yana bir ma'lumot shu edi. Holoways radarlar ham xudo xolasa полный urib tashidi. Eng chempion radar 88:00 bo'ladi, bratlar. Yo'llarda ehtiyot bo'lib yurimiz. Agar sizlar ham Neoline antiradarlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol telefon orqali aloqaga chiqib turib, dostavka qildirib olsangizlar ham bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatimiz ham bor. Narxlari bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab bir xil bo'ladi. Viloyatni, respublikani qaysi viloyatidan olishingizdan qat'iy nazar, O'zbekiston bo'ylab bir xil narx bo'ladi. Bizdan xarid etsangizlar 2 yil ofitsialniy garantiyasi bo'ladi. Qolaversa, pрошивкалari tekin bo'ladi. Shuning uchun radar tanlashda adashmanglar. Radar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Pastda Instagram nomerlarimni ham qoldiraman. Bizani YouTube'da ozgina poddesk etib, like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Bu videoni yaqinlaringizga tarqatib qo'yinglar, maksimal tarqatinglar. Manfaatli bo'ladi. Men sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.